Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Abbasilarniki ikinci halifesi Mansur'niki hilafet zamanı ve Mansur'niki hayatı bilen tanışıp çıkmış. Mansur 137 yıldan Hicriye 158 yılgacha taxminen bu 20 yıl hakimiyet sürgen. Şundaqla bu Abbasilar devletniki asaslı oğlunu haqiqiy qurib chiqadi mushu. Haqiqiy qurib chiqadi mushu. Bununki kunyasi Abu Ja'far namıyla meşhur. İsmi Abdullah ibn Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Anisi Salamet Khan. Özü Ummu Veled yani Didek süptüde orada kirgen dadısından dedi ki özü berberi ayal. Yani bu Tunislik Amazigh kabilesinden buludu. Bu undaqda 95 yıl tug'ilgan. Çoğun dadisini ko'rgan, lekin çoğun dadisini hadis rivoyat qilmagan. Çoğun dadisi ayni vaqtida dağınıq tabi'in Abdullah ibn Abbas'ın oğlu Ali. Bu kishi hamda o'ziniki dadisi Muhammaddan, Ata ibn Yasar qatorliq mashhur ulamolardan hadis rivoyat qilgan. Buning o'zidan balasi Mahdi hadis rivoyat qilgan. Bu Mahdi keyingi davrdagi xalifa, 3-xalifa bo'ladi. Bu hem aksi Saffahniki veliahdi qilib belgilishi asosida xilofetga bayat qilingan. Bu Abbasilar oilasiniki hayvatlik, batur, aqlliq, fikr o'tkir, qattiqul bir erkak edi deydi. Bu mal dunyoni ko'p to'plagan, o'yin tomoshani qatti voz kechgan bu. Aqli komil, to'liq deydi. Uning ustiga shu adabiyot ilim ishlarga xil aktiv töhf qo'shgan zot bo'lib, ham shundaqla faqihun nafs edi deydi. Faqihun nafs degan ikki xil ma'nosi bor. Biri o'zini yaxshi tushunadigan degan bo'ldi. Ya'ni o'zini o'zi biladigan, o'zining qanday gap qilishni, nima qilishni, o'zining nimaga loyiq ekanligini, o'ziga mana baho beradigan, o'zini tushungan odam. Ya'ni bu o'zini tushungan odamning katta odam. Bizning nurg'un qalayimqanchiliklarimiz, egizlik xatolik, qilmishlarimizga xatoligimiz o'zimizni tushunmaganlikdan talampay bo'layotdi. Yana birisi bu odamligi o'zi bevosita bir fiqh masalalarni tasavvur qilib, shuni voqeaga, tasavvurga, amaliyotga bir-biriga bog'lay oladigan hadis oyatdan yoki bir masalaga uchragan vaqtida darhol shuningdagi hukmni zeraylik bilan tepib chiqa oladigan odamni yana faqihun nafs deb ataymiz. Undaqda bu odam balkim bu ikkili sifatda bo'lishi mumkin. U nurg'un odamni o'tagan. Shu orqali anda buningki podshohligi haqiqiy bunda tikilib chiqqan. Hatto Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qozi bo'lsa deb uyg'on bu odam. Bir necha kundan turmoq so'lab shu turmida o'lib ketgan. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Hanifi mazhabining büyük asoschilaridan. Ba'zilar deysa buni zaharlab o'ltirib o'tgan debdi. Chunki bu zot bu Mansurga qarshi chiqish uchun fatvo bergan degan qarashli bo'lgan. Bu vallohu a'lam bu deyilgan gaplar. Bu tilini o'tkir, fasohatlik, balog'atlik. Uning ustiga shu maxsus rahbarlik salohiyatga yoritilgandek natiq edi deydi. Tabiiy natiqda mol dunyo yig'ishga bexillikda xil nomi bor. Bu hatta Abu Davaniq deb atalgan. Abu Davaniq degan Mochenning dadisi degan bo'ldi. Bu kinoy gap. Ya'ni Mochen Puroch degandek, Pachpurat degandek gaplar bor. Hatta bu o'ziniki ayni vaqtdagi valiylarni bir narsa yasaydigan mahirlarni, hunarvallarni bir tal dana Mochen puldan tatib hisobotni olg'achqa bunga ayni vaqtda shu laqamni qo'yib qo'ygan. Pachpurat degandek gap hamda. İmam Hatibul Baghdadi Zahhak orqali Zahhak Abdullah ibn Abbas'dan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda rivoyat qilgan bir so'zda, hadisda Saffah bizdan, Mansur bizdan, Mahdi bizdan degan hadis rivoyat qilingan. Lekin Imom Zahabi rahmatullohi alayhi bu hadisni munkar, qabul qilinmaydigan uzuk hadis deb sifatlagan.
Endi İbn Asakir rahmetullahi aleyh, İshaq ibn Abi İsrail, Muhammed ibn Cabir, A'mash, Ebul Vaddak, Abi Sa'id al-Khudri, muşu isnat arqılıq, muşu rivayet arqılıq çıqırılğan bir hadisde Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şundaq degenligini anlagan edim deydi bu kişi. Qaim bizden boludu, Mansur bizden boludu, Saffah bizden, Mahdi bizden. Amma Qaim kelsak, o halife bolgan vaqtida, onun zamanında bir qo'sh qon tökülmeydi. Mansur'a kelsak, onun hiçbir bayraqı çıkıp ketmeydi deydi. Yani g'albilam qiladi degan bo'ldi. Sappah kelsak, o mal dunyoda shundaq sehi, ham qonnimi shundaq to'kidi deydi, qonxo'r. Amma Mahdi kelsak, xuddi dunyo zulmga to'shgan vaqtida, zulmga to'shgandek dunyoni, ya'ni adolatga to'shqizdi deb shundaq sifatlagan deydi. Bu cihetdeki hadisler biraz zayıfrak, hatta bazıları nayet mavzu uydurma hadisler köprek bu cihette. Bu belki aynı vaxtda şu halifelikniki teşviqatını qilish için halifeniki, devletniki bir kısım yalaqçı, podaqçıları müştaq geplerini toqup çıqagan bo'lishi mumkin. Mansurning o'zidan deyishcha deydi. Men o'zimni bir haramda bir tushimda ko'rdim deydi. Xuddi goya Peygamberimiz Kabe'de işken Kabe'nin darvazası uçuk deydi. Bir nida geldi de ey Abdullah qayerdesan dedi de. Şoňla ufkam Abul Abbas ornudan turdu. O peştaxtın şunda minip işe kirgizildi dedi. Uzun turmaylam üyerden çıktı. Onun da ası var da kolunda asıda bir qara bayraq var. Bu tötkez miktarı, yani uzunluk ölçem bu. Tahminen 2 metre etrafındaki asıda. Neyse ki. Şunlar yanı bir avaz geldi. Ey Abdullah sen nerede dedi. Şunlar ben kopap peştaxtın. Şuna çıktım dedi töpüge. Peygamberimiz Ebu Bekri, Ömer, Bilal qatarlıq kişiler oturaptı dedi. Bana bayraqni çekip edi. Bana şu ümmetke yaxşılık qilish haqida, g'amxo'rlik qilish haqida vasiyat qildi dedi. Bana bir selle keygizip koydu şu aralıkta. Bu selleninki yögümse 23 yögüm iken dedi. Ve mundaq dedi. Man al dedi. Ey halifelerin dadısı kıyametçilik man al degen dedi. Bu Mansur'unki çüşü hem de. Bu evallarını hem de jirak çağlıqlı olmaydı. Mansur 37 yıldan bir şey halife bulap, yani padişah bulap. Bununki tuncu kığa işi Aba Muslimul Khurasani'ni öldürüp etti. Aba Muslimul Khurasani Abbasiler devletindeki teşvikatını acayip üzmey, herismenlik bilen, ihlas bilen, batırlık bilen Khurasan ülkesi Mavra'an Nehr taraflı da şu nemini bayrakta tikleşke Abbasiler devletini kuruşka ulusağan. Eğer Aba Muslimul Khurasani bulmasa Abbasiler bu devletini herkes koruyamaydı. O Mevla'nı yıktanmaydı. Hatta muş memleketini, yani Abbasiler memleketini bu adam tikligen adam. Tarihten bu yan öz milletiga, öz devletiga, öz halkıga köngül bilgen inqilapçı, çoğun bu inqilapnınki kurban olup gitdi. İnqilapның meyvesini yeydiganlar şunun etrafındakiler yoki keyinkiler. Haqiqiy inqilapçı ixlasman bu inqilapның meyvesini yep bulanmaydı. Bunun kurban olup ölüp gitdi. Onun üstüge Aba Muslimul Khurasani şu Talas uruşida 751 yılı miladiye Talas uruşida O'rta Asiyaga asker evetip şu Kırgızistan'da da adır Talas. Şu yerdeki bir uruşda şu Türkiye milletler bilen Uygurlar, Qarluqlar, qatarlıq Türkiye milletler bilen birleş arqılıq tuncu qıtım Xitaylarni haydap chiqargan qo'mondan bu. Mansur'niki davrida bo'lgan büyük voqealarni sanab chiqaylar. 138-yili Abdurrahman ibn Muaviya Andalus kirdi. Bu şu Umayyalar cemaatidan saqib qolgan, o'lmay qolib qolgan kishi bo'lib, bu qochib ketgan bu. Bu Hisham ibn Abdülmelik'ninki nevrisi. Bu şu Mısır'dan qochib, şu Tunis, Jazoirlik o'tib, Mag'ribdan Andalusga, hozirgi İspaniyaga qochganda, qochib shu yerda davlat qurgan bu. Hatta Andalusni egallab, buningki zamoni shundoq kengayganki deydi.
Endulus buniki ballarının qo'lida 4 asr, ya'ni 4 nechinchi yilgachilik hokimiyat surgan bo'la. Bu Abdurrahman o'zine ait ilimlik, adolatlik, adil podshoh bo'lib, onasi buning barbari. Buniki bu tarafga qochib ketishningki bir sababimi hamda ona taraf o'zining tuqqanlari, tog'lari Algeriya tarafida, Tunis, Mag'rib, Marokash tarafida bo'lg'achqa shu tarafni tortib qochgan bo'lishi mumkin. Shunga bu jihatdami buni qo'llab bu hokimiyatga chiqargan. Shuning uchun Abul Muzaffar Abiwardi degan buyuk ulamo shunaq deydi. Kishilarning ichida shu vaqtda shunaq so'z taqalgan deydi. Dunyoning podshosi ikki barbarning bolasi degan. Biri Mansur, biri Abdurrahman ibn Muaviya. İkilisi Berberi xotundan, ya'ni Amazigh qabilasidagi bir maliklarning dedeklarniki bollari. Birisi sharqni, birisi g'arbni egallagan shu davrda. 40-yili, ya'ni 140-yili hijriyaniki Mansur Bag'dod shahrini selishga boshlagan. Hozirgi Iroqdagi Bag'dod shu Mansurniki shahar loyihasi orqali, chertoji orqali sizib chiqilgan. 141-yili hijriyaniki Ravandiylar, bu Ravandiylar ya'ni tanasuh ko'z qarashini yoqlaydigan kishilar. Tanasuh degan bir odam o'lgan vaqtida buniki ruhi keyingi odamga ko'chidi deydigan bu Hindistondagi bo'zilarniki fikri bor. Shu orqali masalan Abu Muslim al-Xurasoniyki ruhi paloniga ko'chgan, u mangu hayot deb shu orqali inqilob qilib Abbosiylarni nurg'un talafotga uchratgan. Lekin Mansur bularni o'ldirgan. 141-yili yana Tabariston o'lkasi fatih qilingan. Tabariston hozirgi shu Eronda tog'liq rayon bo'la, kurdlar yashagan ayni vaqtlarda. Endi Mansurning zamonasidagi nihoyat muhim ilmiy emgaklardan hadis ilmi, fiqh ilmi, tafsir ilmi to'planishga boshlangan. İmam Zahabiyninki deyişçe 143-yili mushi davrdagi ulamolar, İslam, büyük allameler hadis ilmini, fiqh ilmini, tafsir ilmini toplashga başlagan bo'lar. Çünkü sahabalar, tabiinlar, huffazlar o'lib ketishga boshlagandan keyin bu ilmni qog'oz yuzida saqlab qolishga bo'lar, ko'ngil bo'lishga boshlagan. Shuning uchun Ibn Jurayj Makkada kitob yozishga boshlagan. İmam Malik Medine'de Muvatta namlı kitabını yazgan. İmam Evzai Şahim'de kitap yazışıp başlagan. İbn Abi Arube, Hammad ibn Seleme ve onlardan başka kişiler Basir'de kitap yazışıp başlagan. Ma'mar ibn Rashid Yemen'de kitap yazışıp başlagan. Süfyan-ı Sevri Kufe'de kitap yazışıp başlagan. İbn İshaq El-Maghazi namlı kitabını Peygamberimizin tercümanındaki en yütük eser muş kitabını yazışıp başlagan. İmam Ebu Hanif rahmetullahi aleyh fiqh ve özünki köz qarashlarını yazışıp başlagan. Şagirdleri toplagan, yazgan şu vaqtda. Andan biraz davr o'tgandan keyin Haysam, Lays, İbn Luhay'a qatorliq kishilar hadis yazishga yoki kitob yazishga boshlagan shu sohada. Andan Abdullah ibn Mubarak, Abu Yusuf o'zining Xiraj nomli kitobi mashhur. İmam Ebu Hanif'ninki shogird bo'ldi. İbn Wahab qatorliq ulamolar kitob yazishga boshlagan. Hatta bu davrda ilimni toplash ishlari shunday ko'paydiki, hatta buni boblarga bo'lib yezishga boshladi deydi. Arabcha kitoblar, arab tiliga munosabatli kitoblar, tarix munosabatli kitoblar, kishilarning o'tmishiga aloqador hikoya qissalar qatorliq kitoblarni to'planishga boshladi bu davrda. Bu davrdan burun, mush kitoblar to'planish mushu bosqichdan burun ulamolar hammasi dars so'zlasa o'zining kollasidagi, qalbidagi yodlagan hafzisidan so'zlab beradi deydi. Yoki ilmni radlanmagan pachamparat kitoblardan, pachamparat qog'ozga o'xshaydigan masalan tira yoki raxlardan yozadi. Hargiz uni kitob shaklida to'planib, radlanib qilgan emas deydi. Endi hijriyat 145-yilga kelgan vaqtida ikki uka Muhammad ibn Hanafiya ve İbrahim ibn Hanafiya, yani Abdullah ibn Hasan'niki, İmam Ali ibn Abu Talib'ninki çevirlerden buladı bular. Bular hakimiyetini eliş için Mansur'a qarşılık bildirgan. Hatta Mansur bularni oxirida g'alib qilgan. Tas qolgan bular g'alib qilgani. Hatta Mansur bulabdi bir o'tnab biray deb turishiga nima sabab bo'ldi?
bir azroq bir tasodifiylik bilan bular yanılib qolgan. Buni va uningdan boshqa shu payg'ambarimizniki shu oil tavobatida nurg'un odamlarni o'ltirgan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu yerda Jaloliddin Suyuti bu ishdan afsuslanyotdi. Bu Mansur o'zini aytdi, zaki, zirak odam bo'lg'achqa, shu Abbosiylar bilan shu Alaviylar oilasi, ya'ni Abbos jamoati bilan Ali roziyallohu anhu jamoati orasida tunji bo'lib fitna ig'voni terg'an odam bu. Undan burun bular bir, hatto Umaviylarni yiqitishda bular tang bir harakat qilgan bo'laysiz amaliyotda. Hatto bularning shuarimi payg'ambar oilasining rozi bo'lish degan shuarni ko'tarib chiqqanda Mansur ulamolardan va shu boyamqi Ibrohim va Muhammad bilan birga bularni qo'llagan nurg'un kishilarni ko'p azob bergan bu odam. Yoki chiqsanglar bo'ladi deb fatvo bergan shularni yoqlagan odamlarga jiq azoblarni solgan. Hatto bu odam shu o'tirib, qarg'i ilib, urib, nurg'un zulmlarni solgan edi boshqa. Jumladan Abu Hanifa, Abdulhamid ibn Ja'far, ibn Ajlan qatorliq ayni davrdagi mashhur ulamolar katta yuzliklar. Hamda Muhammad bilan Mansurga qarshi chiqishni durust deb fatvo bergan kishilardan Imom Malik ibn Anas, Madinaning olimi. Hamda lekin ba'zi mishmish gaplarda Mansurga biz bayat bergan, bo'ynimizda bayat bor degan gapni qilganmishlar. Shuna degan vaqtida u odam shunaq debdi ekan. Ya'ni shu gapni deyilganda bo'ynimizda Mansurga bayat bergan deganda Imom Malik sizlar uningga majburiy bayat qildinglar. O majburiy qasammi e'tiborga ilinmaydi, majbur qasam e'tiborga ilinmaydi, majburiy o'zini hokimiyatga tiklib olgan odamniki yoki majbur bayat qilingan odamning hokimiyatini e'tirof qilib bo'lmaydi deb shunaqa fatvo bergan so'z qilgan deydi. Hamda 146-yili Qubrusni yani qaytadan bu urush ichib qolgan. Qubrus hozirgi Turkiya bilan Yunon orasidagi talashayotgan Qubrus orali. Hijriya 147-yil bo'lgan vaqtida Mansur o'zining tog'isi Isa ibn Musani vali ahdlikda elib tashlab o'tgan. Ayni vaqtida bu hokimiyatni qurgan vaqtida bizninkini sen bo'lsa deb tog'isini tiklab qo'yib, tog'isi nurg'un urushlarni qilib hokimiyatga ko'p to'p qo'shgan keyin buni g'olabni tushirib o'tgan. Chunki burun Saffah Mansurdan keyin vali ahdlikni Isoga tog'isiga bergan. Isa shu Muhammad Ibrohim qatorliq bayatning ismi chiqqan Alaviylar bilan urush qilib bularni yengan odammi shu? Buning hamda Mansurniki mukofoti nima shunchalar qilgan tuhfasiga desa, uni majburiy valiahdlikda ilib tashlab o'tgan. O'zi shuni o'ylab o'zining bolasi Mahdini valiahd qilib saylab chiqqan. 148-yil bo'lgan vaqtida mamlakatning umumiy hamma tarafi Mansurga bayat qilib bekigan bu davlatning asosi. Bunun haybati dillarda oshgan. Bütün şəhərlər bunun boysunğan. Bunun qarşı çıxan yer faqat Andalusdan qılıb qalğan hamda. Çünki Andalusni Abdurrahman ibn Muaviyatul Umavi el-Marwani şu məcburi yosunda şu yerdə hakimiyyətini tiklib alğan. Lekin hamda o vaqtida uni o'zi Amirul Mu'minin yoki xalifa nomiga atgan emas Abdurrahman. Faqat Amir nomi bilan ko'paylangan. Hatta baldırımı keyingi davrda Emir namıyla atalgan. Ay 400 neçə yil o'tgandan keyin andın Andalusda o'zini xalifa deb e'lon qilgan. Shu vaqtda bir xalifa tiklangan. 149-yilga bo'lgan vaqtida Mansur Bag'dod shahrini yasab chiqib bo'lgan. Undaqda bir neçə yil vaqt ketgandek turdi, ha. Hijriya 150-yil bo'lgan vaqtida Xorasondagi nurg'un qo'shinlar hamda bu Mansurga itoat qilishdan chekinib chiqdi bular. Ustadis nomli ismli bir qo'mondonniki boshchiligida bular Mansurga qarshilik bildirdi. Hatto Xorasonning nurg'un shaharlarini egallab oldi. Buningki balasi shundoq ig'irlab ketdi. Buning dadi shundoq kattolab ketdi dedi. Mansurga bu ish dahshat ig'ir keldi-da shu jarliqda. Chunki Xorasan qo'shinining chiqimi shu vaqtida 300 ming shu askar talab qilgan. Ba'zan otliq, ba'zan piyodalik. Bu yuqoridagi Astadisga qo'shilgan Ajsam ibn Marvazi degan odam
bir septe ular bilan birga Mansurga qarshi urush ochganda Ajsam o'ltirilgan, uning askarimi bulantalaqqa uchirgan. Endi bular bilan urush qilish uchun Hazim ibn Xuzaymiyani avatgan Mansur. Nayt yaxshi puxta tayyorlikni qilib, bu qo'shinning soni shundoq ko'pki deydi. Butun ufuqni bir oladi, bo'shliqni bir oladi. Jiqliqidan ifodalangan so'z bu. Bu ikki taraf ushqishib Xorasonda, ikkili taraf naytibak sabr qilishib, bu mashhur bir voqelik bo'lgan shu vaqtda. Ulardan 70 ming odam o'ltirilib, ustozi chekingan, mag'lub bo'lgan. O bir taqqa bekinib olganda keyin chekinib. Şuna Amir Hazim kelerki yilnisi esirlerinin hemmisini öldürgen. Tutqa esirini. Bu esirindeki sani 14 ming. Ondan ustazisine bir mezgil muhasir qalgan bu tağda. Ahiri bu özü teslim qilib, onu bağlap qilgandan onunki qo'shinlarni qo'yib etgan. Etrafdagi qo'shinlarni qo'yib bunu bağlap ekaganda, bularningki sani 30 ming askari. Undaqda bularningki endi 200 mingdek askerkanda hamda bularning umum soni 150 mingdek. Bular xili talafat sağandek turdi ha Mansurga. 151-yilga kelgan vaqtida Mansur Rusafa shahrini bino qilgan. Bu shahardan ayt hashamatlik kelib chiqqanda Rusafa shahri hozirgi Iroqningki Bag'dod poytaxtda, Bag'dodda. Hozir ham Bag'dod shahri bilan Rusafa shahri bir-biriga ulinib ketdi. Ayni vaqtida ikkisi ayrim-ayrim shaharda. 153-yilga kelgan vaqtida Mansur o'zidagi xalqini majburiy shaklda uzun bir do'p kiyishga buyurdi. Va qalanisiga ham shu umuman bosh kiyimi, uzun bosh kiyim ekanda, shu do'ppa o'xshash hamda. Bu do'ppini ham dag'ilqi shikar, qumuchulan, ondan boshqa shu yopirmoqlar bilan yasab qilibini, uningga bir qor narsani qoplaydi ekanda. Shuni shu qalanisi teva oldi ekan. Abu Dalama degan kishi shundaq bir she'r o'qigan ekan bu mazmunda. Bu she'rniki mazmuni biz bu imomdan, ya'ni xalifadan texmi o'shiq narsalarni kutatdik deydi, umid qilatdik. Bu imom bu do'p kiyishga buyurib qo'shib qo'ydi. O do'ppa xuddi erlarniki beshida Yahudilarniki yo'g'on bir xoltilari var masalan. Shunga o'xshash baronis bilan texmi julaliq ko'ringan edi. Baronis degan shu hozirgi Marokashning bir kiyimi var. Uzun tonniki oqishda posmus billa. Bu Yahudilarniki kiyimi ekanda ayni vaqtida. Shunga o'xshatgan bu yerda. 158-yili bo'lgan vaqtida Mansur Makkaninki shu vaqtdagi valisini Sufyan Savrini darhol turmoq ol deb buyruq tushirdi. Ubad ibn Kasir qatorliq kishilarni. Bular so'loqqa ilinib, boshqalar bu Mansur buni o'ttirib tamayiga kelib qolsa deb bek ensizlik qopladi shu orliqda. Lekin Mansur Makkaga saq kelanmadi. Bu kilovatqichilik yo'lda kasal bo'lib, shu yo'lda o'lib ketdi. Allah Taala bunun yamanlıqdan bu ölümünü saqlab qalğan deydi. Buniki vafoti şu Zilhajj ayida Batin degan joyda bo'lgan. Mansurni şu hujum bilan şu Maymun quduqiniki orsiga şu dafn qilingan deydi. Bu ne degan vaqtida hozir Makkaniki yuqori tarafi Mualla qabristonligi var. Şu Mualla qabristonliginiki tudiki bir tog' var egasi. Shuni Hujun teg'i deymiz. Yani şu tog' bilan sal töp taraf. Şunlaşqa buniki vafot haqida Sullamul Xasir degan ulama, şu shoir ayni vaqtida shundoq she'r marsiya o'qigan ekan. Hojilarning hammasi qaytib keldi, lekin Ibn Muhammad da Mansurning ismi. Ibn Muhammadni Makkada bir go'riga qo'yib qo'ydi, Makkaga, shu yerga tiqib qo'ydi. Hojilarning hammasi hajga qatnasha oldi, lekin bularning imomi ihrom bog'lagan. Hajga qatnashamay yer ostida yetib qoldi degan she'rni o'qigan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.